Assalomu alaykum, Shopir akalar, xormaylar, sarsimayapsizlarmi? Mendan juda ko'pchiliginglar so'rayapsizlar, motorini chistga qilayotganda bironta joyga suv tegib qolmaydimi deb. Xo'p, asosiy suv tegadigan joyi mana shu mashinaning miyasi bo'ladi. Shuni salafan bilan o'rab olish kerak. Bu mashinamiz faqat benzinda harakatlanar ekan, shuning uchun faqat mana shu miyani o'zi kifoya. Agarda mashinamiz propan bo'lganda, o'zini propani ham miyasi bo'ladi, ana shuni ham o'rab olish kerak. Propanning miyasi, mashinaning miyasi. Bizda hozir bu mashinamiz faqat benzindalik uchun faqat mashinaning o'zining miyasini o'rab oldik. Xudo xolasa mana motorlarini ko'rib turibsizlar holatini. Maxsus kimikatlarimiz yordamida chiroyli qilib hozir motorlarni chistga qilib beramiz. Ko'rib turinglar oxirigacha. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar.